ve shunchalik bir intizomli, bir jasur, vatanparvar inson tarbiya qilganingiz uchun ruxsat bersanglar bir tabrik so'zini o'qib bersam. Assalomu alaykum, Rahimov Shodat. Sizni harbiy qismimizda sadoqat bilan xizmat qilib kelayotgan o'g'lingiz serjant Rahim Zokir Toshniyozovni voyaga yetkazganingiz, ko'rsatayotgan g'amxo'rligingiz, ishonchingiz, mehr-muhabbatingiz yuksak, sadoqatli, haqiqiy dovyurak posboni qilib tarbiya berganingiz uchun katta rahmat. Hurmatli Rahimov Shodat, sizga uzoq umr, tinchlik, xotirjamlik kelgusi ishlaringizga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Vatanimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligi yo'lida qo'shayotgan hissangiz va yuksak xizmatlaringiz uchun harbiy qism va yuqori qo'mondonlik nomidan minnatdorchilik hamda sizni vatan himoyachisining onajoniga ko'krak nishoni bilan taqdirlaymiz. Hurmat bilan 75-36 harbiy qism komandiri polkovnik Utoyirov tabriklaymiz. Bundan ham ko'proq medallarga, nishonlarga o'sha bundan ham ko'proq bir nimalar arziysiz. Biz juda ham xursand bo'ldik. To'g'risi sizga aytmasdan keldik. Surpriz qilish uchun Zokir bilan bir kelishib. Rahmatli odamni ham, mehnatchi ham cheksiz. Men o'zim ham to'g'risi o'sha kuni medal berdi deganiga juda ham o'zim nima qilib ketdim, g'ururlanib ketdim. To'g'risi tabriklaymiz. Ruxsat bersanglar, Zokir medalini taqib qo'ysangiz o'zi. Ayakta yok mesela. Yok. Çok. Suyu yok. Rahmat bolam. Shuncha hurmat ko'rsatyapti, shuncha rahmat bolam. Katta rahmat, bundan da yaxshi xizmat qilgan bolalarim, omadlarim yaxshi. Tabriklayman yana bir bor. Uzoq bo'lsin. Vaqtingiz sog' bo'ling. Muborak bo'lsin medallaringiz. Muborak bo'lsin. Bundan ham yaxshilarni ko'rishadi. Muborak bo'lsin. Bundan ham maktabda Ulug'bek, boyagini qo'yingmi? Tamam,